o'tirmaydi. Hammaga bir otasiga vahshiy kerak emas-ku bu. Bu просто otasi uchun qurol-ku bu. Kim ko'rgansan o'g'lini mana shunaqa vahshiy odam qilganini? Bu oddiy masxara bo'lsa shunaqa aqlli deb o'ylaysizmi shu narsani tushunadigan, brat? Bu men tushunmaydi. Hop, просто oddiy narsani tushunmagani uchun chiqib turib, hammaga bir jirkanchlik ish qilish kerak emas-ku. Xo'p, bunda nima qilamiz hozir? Hop, qara. Mana shu kitob uchun bo'pti, xalos, to'g'rimi? Menga kitob beraman. Yo'q-e. Ha, men beraman o'sha kitobni. Men ketdim. Belgilab o'tirmaydi. Men hozir buni ko'rsatib qo'yaman. Shu kitobning hammasiga sababchi. Kitob bo'lsa kitob. Va shuncha mehnatga do'stlar hoziroq like bosib qo'yinglar. 101 ming like va 22 ming tanga obunachi kerak. Va keyin biz qani Gamit aka mana. Gamit akani tuzatamiz. Amin. Aningni bo'lsam eshik ochamiz. Bumba qani? Qani? O? Mana. Mana yotishini qaranglar mana. Keldingmi? Ha? Mana kitob kerakmi senga? Kitobni ber menga. Menga ber kitobni. Ota mendan faxrlanadi. Yo'q. Mana suvga tashlagan kitob. Yo'q, unaqa qilma. Iltimos unaqa qilma, kitobni menga ber. Yaqinlashma, to'xta, suvga tashlayman domla. Iltimos unaqa qilma. Suvga tashlayman hozir kitob. Ota mendan faxrlanadi. Iltimos shu kitobni menga ber. Ey, qanaqa ota? Ey, sen shuncha ota deb, mana. Unaqa qilma. Ha, nozik joying bor ekan-ku. Kitobni menga ber, otamnikiga bering. Otam mendan faxrlanadi. Sen shuncha ota deyapsan. Sendan shu kitob olib borsang, otang rostdan ham sendan faxrlanadi bo'laysan, ha? Mendan faxrlanadi. Albatta mendan faxrlanadi. Ber shu kitobni. Hamma meni ustimdan kuladi, semiz deb. Kitobni ber, otamga olib borib beray. Aslida sen qo'rqoqsan. Seni odam ustidan kulishdan qo'rqasan. Otang sendan mana shunaqa kitob uchun voz kechib ketishdan qo'rqasan. Ey, otang seni bir marta bo'lsa ham o'g'lim degan o'zi? Ha? U meni otam, bitta shu otam bor. Otamdan boshqa hech kimim yo'q. Aka shu kitobni ber, otamga olib borib beray. Iltimos. Bu qani boyga quturayotgan klon? O'zi qanaqadir yig'loq klonga aylanib qoldi-ku? Iltimos, menga shu kitobni ber. Kitob uchun ekan hammasi, ha? Ota. Yaqinlashma. Yo'qlashma. Suyni qaytarib ber. Bilasanmi, odamlar mana shunday kulardi. Semiz deb. Endi men ularning ustidan kulaman, tushundingmi? Men ularning ustidan kulaman.